Obunachilaringiz uchun bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin, bitta atir tavsiya qila olasizmi? Shunaqa og'ir savol har kuni tushadi. Bu savol bir kunda 50 marta so'rashadi. Mana sizga savol o'zingizga beraman. Eng zo'r mashina qaysi? Brendi deymiz yoki eng zo'r qaysi? Menga BMW yoqadi masalan. Nimaga? Eng zo'r Merc. Endi BMW zo'r. Kim Mercda eng zo'ri? Men uchun prezidentdan boshlasa Merc yuradi. Nima demoqchiman? Bu sporli narsa. Yuraveradi odam mana shunaqa qilib bu zo'r, u zo'r yoki eng zo'ri qaysi deb odamlar so'raveradi. Men ko'p aytaman, eng zo'r degan so'z bu nisbiy tushuncha. Hammani o'zi uchun zo'r degan tushunchasi bor. Hammani o'zi uchun qaysi bir atir zo'r, qaysi bir rang zo'r, qaysi bir ovqat zo'r, boshqa zo'r. Lekin aynan bitta atir yo'qki, bizga murojaat qiladi. Menga deydi, eng o'lib qolgan joylari mana bu deb. Yangi mijozlar buyurtma qilish boshlaganda, sizda yuboraymiz, dastavka qilib bering deydi. Agar yaxshi bo'lsa deydi, zo'r chiqsa deydi, keyin men yana sizga zakaz beraman. Originaldan bering faqat deyishadi. Bizda o'zi shundoq ham faqat original, boshqa narsa yo'q. Zo'ri deganda, yo'qsa deganda nima nazarda tutyapsiz? Menga yo'qsa deyapsiz, men unga kafolat bermayman deyman. Men original narsa berayotganga 100% kafolat beraman, lekin hidini yo'q-yo'qmasiga hech kim kafolat bera olmaydi. Qaysi hamkasblarimiz bor, o'shaqa folbinlik qobiliyati, 100% javob beramiz, oling, mana shu yo'qadi, aniq, bir hafta turadi, bir oy turadi. U vaqtincha bitta puf etib sotish, qaytib klient murojaat qilmaydi unga. Biz xolisona ochiq oydan hech qanaqa bir xiyla makrlar qilmasdan ochiq oydan tavsiyalar beramiz, qarorni mijoz o'zga tashlaymiz. Zo'ri bu sizga yoqadigani.